Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim va ko'pchilikni tashvishga solayotgan, hatto ba'zi dahshatga soladigan bir mavzu haqida gaplashamiz. Bu videomizni oxirigacha ko'rmasdan turib, jiddiy moliyaviy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Ayniqsa siz yoki yaqinlaringiz nafaqaxo'r bo'lsa, diqqatingizni jamlashingizni iltimos qilaman. Gap shundaki, ba'zi holatlarda nafaqangizning yarmini tortib olishlari mumkin. Ha, to'g'ri eshitdingiz, yarmini. Bu haqida yangi jarimalar yoki majburiy ushlab qolishlar doirasida gap borayapti. Shu sababli bugungi ma'lumot har bir nafaqaxo'r uchun o'ta muhimdir. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lishni va shu videoga like bosishni unutmang. Chunki sizning qo'llab-quvvatlashingiz bizga yanada ko'proq foydali ma'lumotlar ulashishga yordam beradi. Xo'sh, muammoning mohiyati nimada? Ilgari nafaqadan ushlab qolish hollari asosan aliment, sud qarorlari bilan belgilangan qarzlar yoki davlatga bo'lgan boshqa jiddiy majburiyatlar bilan bog'liq edi. Ya'ni nafaqa hisobidan pul ushlab qolish mexanizmi mavjud edi. Lekin u kamroq holatlarda qo'llanilardi va uning sabablari ancha aniq edi. Masalan, agar biror nafaqaxo'rning qarzini to'lashdan bosh tortganligi haqida sud qarori chiqsa, uning nafaqasidan ma'lum foiz ushlab qolinishi mumkin edi. O'sha paytda ko'plab nafaqaxo'rlar, agar ular hech qanday jiddiy jinoyat qilmagan bo'lsa yoki aliment to'lovchisi bo'lmasa, nafaqalariga daxl qilinmaydi deb o'ylashardi. Biroq bugungi kunda vaziyat biroz o'zgargan. Hozirda nafaqadan ushlab qolish sabablari kengayib, mexanizmlari qat'iylashgan. Ayniqsa, bu o'zgarishlar nafaqaxo'rlar o'z majburiyatlarini to'liq bilmagan holda yoki ba'zida hatto o'zlarining aybisiz ham duch kelishi mumkin bo'lgan vaziyatlarni yuzaga keltirmoqda. Eng yomoni bu yangi qoidalar ba'zan kutilmaganda hech qanday ogohlantirishsiz amalga oshirilishi mumkin va nafaqaxo'r nafaqasi hisobiga kamroq pul tushganini ko'ribgina bilib qoladi. Bu esa odamlarni katta tashvishga soladi. Endi esa kimlar xavotirlanishi kerak va kimlarning xavotirlanishiga hojat yo'q, buni batafsil ko'rib chiqamiz. Bu savolga javob berish uchun bir nechta asosiy guruhni ajratib olamiz. Astroz, kimlar xavotirlanishi kerak? Birinchi guruh. Astroz, nafaqani ortiqcha olganlar. Bu eng keng tarqalgan sabablardan biri bo'lib, nafaqaning bir qismi qaytarib olinishiga olib keladi. Nafaqani ortiqcha olish holatlari turli sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin. 1. Astroz pensiya jamg'armasining xatosi. Ba'zida pensiya jamg'armasining o'z xodimlari hisob-kitoblarda xatoga yo'l qo'yishi natijasida nafaqaxo'rga belgilangandan ko'proq pul to'lanadi. Bunday xatolar masalan, ish staji noto'g'ri hisoblanganda, qo'shimcha to'lovlar noto'g'ri qo'shilganda yoki kompyuter tizimida nosozlik yuzaga kelganda sodir bo'lishi mumkin. Bir misol. Toshkentlik 72 yoshli Dilfuza 6 oy davomida har oyda o'zining 1.500.000 so'mlik nafaqasiga qo'shimcha 100.000 so'm ortiqcha mablag' olib kelgan. Jamg'arma bu xatoni faqat 6 oy o'tgach aniqlagan. Endi Dilfuza opadan jami 6.000 so'm ortiqcha to'langan pulni qaytarib olish talab qilinmoqda. Agar Dilfuza opa bu summani bir yo'la to'lash imkoniyatiga ega bo'lmasa, har oylik nafaqasining etib purdendisgacha bo'lgan qismi ushlab qolinishi mumkin. Ya'ni har oyda 720 ming so'm. Bu esa uning kundalik hayotiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. 2. Nafaqaxo'rning majburiyatlarini bajarmasligi. Astroz, ba'zi turdagi nafaqalar, masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nogironlik pensiyasi ma'lum shartlar asosida to'lanadi. Agar bu shartlar o'zgarsa, nafaqaxo'r bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishi shart. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba o'qishini tashlab yuborsa yoki nogironlik guruhi o'zgarsa, nafaqa miqdori qayta ko'rib chiqilishi kerak. Agar nafaqaxo'r bu haqda ma'lumot bermasa va nafaqani eski miqdorda olaversa, bu ortiqcha to'lov hisoblanadi. Misol, Farg'onalik olon yoshli Ahmad aka 2-guruh nogiron sifatida nafaqa olgan. 3 yildan so'ng uning sog'lig'i yaxshilangan va tibbiy mehnat ekspert komissiyasi unga 3-guruh nogironligini belgilagan. Lekin Ahmad aka pensiya jamg'armasiga bu o'zgarish haqida xabar berishni unutib, 2 yil davomida eski, kattaroq miqdordagi nafaqani olavergan. Endi undan 2 yillik ortiqcha olingan mablag'ni qaytarish talab qilinmoqda. Bu ham yirik summa bo'lib, nafaqasining eftmantigacha ushlab qolinishiga sabab bo'lishi mumkin. 3. Astish, ishga kirish yoki daromad olishni yashirish. Ba'zi turdagi nafaqalar, masalan, yoshga doir pensiyalar, agar nafaqaxo'r ish faoliyatini davom ettirsa, ma'lum o'zgarishlarga uchraydi yoki to'xtatilishi mumkin. Agar nafaqaxo'r ishga kirganini yoki boshqa doimiy daromad manbai paydo bo'lganini yashirsa,
bu ham ortiqcha to'lovga olib keladi. Misol, Samarqandlik Atul aka yoshli Karim Buba yoshga doir pensiya olgan holda qo'shimcha ravishda xususiy bir firmada farrosh bo'lib ishga kirgan. U bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan. Bir yil o'tib, soliq organlari ma'lumotlari pensiya jamg'armasiga kelib tushganda Karim Buvaning ishlashi aniqlanadi. Endi undan bir yillik ortiqcha olingan nafaqa miqdori qaytarib olinadi. Ikkinchi guruh qarz majburiyatlari borlar. Bu guruhga kiruvchi nafaqaxo'rlar uchun nafaqadan ushlab qolish doimiy xavf hisoblanadi. Birinchi aliment qarzlar bu eng keng tarqalgan sabablardan biri. Agar nafaqaxo'r sud qarori bilan belgilangan aliment majburiyatlarini bajarmasa, undan aliment qarzi va jarimalar nafaqasi hisobidan ushlab qolinadi. Misol, Namanganlik 13 yoshli Bobur aka ajrashgan xotini va farzandlari uchun aliment to'lashdan bo'yin tovlagan. Sud qaroriga ko'ra, uning 1.800 ming so'mlik nafaqasining 33 ming aliment uchun ushlab qolinishi kerak edi. Biroq u uzoq vaqt aliment to'lamaganligi sababli katta qarz yigilgan. Endi IBI Majburiy ijro byurosi xodimlari sud qarori asosida uning nafaqasidan qarzdorlikni qoplash uchun IBI bergan. Ya'ni 900 ming so'm ushlab qolishni boshlagan. 2. Astash kredit va boshqa moliyaviy qarzlar. Banklardan olingan kreditlar, mikroqarzlar yoki boshqa shaxsiy qarzlar o'z vaqtida to'lanmaganda. Kreditor sudga murojaat qilishi va sud qarori asosida nafaqadan pul ushlab qolinishi mumkin. Misol, Qashqadaryolik 68 yoshli Zuhra Momo nabirasi uchun iste'mol krediti olgan, ammo keyinchalik to'lovlarni amalga oshira olmagan. Bank sudga murojaat qilgan va sud Momoning 1.300 ming so'mlik nafaqasidan kredit qarzini qoplash uchun har oyda maytini, ya'ni 6 ming so'm ushlab qolishga qaror qilgan. 300. Kommunal xizmatlar uchun qarzlar, gaz, elektr, suv, issiqlik ta'minoti va boshqa kommunal xizmatlar uchun to'lanmagan qarzlar ham sudga berilishi mumkin. Sud qaroridan keyin bu qarzlar ham nafaqadan undirilishi mumkin. Misol, Buxorolik 75 yoshli Qani Amaki gaz va elektr energiyasi uchun 2.500 ming so'mlik qarz yigib qo'ygan. Kommunal xizmat ko'rsatish tashkilotlari uni sudga bergan va sud qarori bilan Qani Amakining 1.200 ming so'mlik nafaqasidan har oyda EBM kirdi. Ya'ni 600 ming so'm ushlab qolinmoqda. 4 asoras soliq qarzlar va ma'muriy jarimalar. Agar nafaqaxo'rning soliq qarzlari bo'lsa, masalan, mulk solig'i, yer solig'i yoki yo'l harakat qoidalarini buzganligi uchun ma'muriy jarimalar to'lamagan bo'lsa, bu mablag'lar ham sud qarori asosida nafaqadan ushlab qolinishi mumkin. Misol, Andijonlik 65 yoshli Zaynab opa yo'lning belgilanmagan joydan o'tgani uchun ma'muriy jarima olgan. U jarimani o'z vaqtida to'lamaganligi sababli MIB ishni o'z qo'lga olgan va Zaynab opaning 1.000 ming so'mlik nafaqasidan jarima summasi to'liq ushlab qolinishi uchun tegishli choralar ko'rilmoqda. Agar jarima miqdori katta bo'lsa, bu ham e'tiborda ushlab qolishga olib kelishi mumkin. 3-guruh astash maxsus holatlardagi nafaqa oluvchilar. Ba'zi nafaqalar shartli bo'lishi mumkin. Astash imtiyozli shartlar asosida pensiya oluvchilar. Imtiyozli sharoitlarda, masalan, og'ir kasblarda ishlaganlik uchun muddatidan oldin pensiyaga chiqqan shaxslar, agar ular yana shunday sharoitlardagi ishlarga qayta kirishsa, ularning pensiyalari qayta ko'rib chiqilishi yoki to'xtatilishi mumkin. Bu haqda xabar bermaslik ham ortiqcha to'lovga olib keladi. Asterisk, kimlarning xavotirlanishiga hojat yo'q yoki kamroq, agar sizning nafaqangiz to'g'ri hisoblab chiqilgan bo'lsa, sizda hech qanday qarzdorlik bo'lmasa, pensiya jamg'armasiga barcha o'zgarishlar haqida o'z vaqtida xabar berib bo'lgan bo'lsangiz, masalan, ishga kirganingiz, oilaviy ahvolingiz o'zgargan yoki yashash joyingiz o'zgargani haqida, u holda sizning xavotirlanishga sababingiz yo'q. Shuningdek, agar sizning nafaqangiz eng kam pensiya miqdoridan past bo'lsa, ba'zi turdagi ushlab qolishlar unga ta'sir qilmasligi mumkin. Chunki qonunchilikda nafaqaxo'rga tirikchilik uchun yetarli mablag' qolishi kerakligi belgilangan. Lekin bu holat ham aniq qonuniy normalarga bog'liq bo'ladi. Nafaqadan ushlab qolinadigan maksimal miqdor. O'zbekiston qonunchiligida nafaqadan bir nechta ijro hujjatlari bo'yicha ushlab qolinadigan umumiy miqdor ematlardan oshmasligi belgilangan. Faqatgina bir nechta istisno holatlarda, masalan, voyaga yetmagan bolalar uchun aliment undirilganda, salomatlikka yetkazilgan zararni qoplashda yoki boquvchisini yo'qotgan shaxslarga zarar qoplashda ushlab qolinadigan miqdor 7 martaga bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, qancha qarz yoki ortiqcha to'lov bo'lmasin,
sizning nafaqangizning kamida yarmi yoki hatto undan ko'prog'i sizda qolishi kerak. Endi esa ushlab qolish qoidalarining istisnolarini, kutilmagan jihatlarni va noaniq nuanslarni ko'rib chiqamiz. Bu sizga vaziyatni to'liq tushunishga yordam beradi. Asl qoidalardagi istisnolar va noaniq jihatlar. Bir alohida himoyalangan nafaqalar. Asl ba'zi turdagi nafaqalar yoki nafaqa miqdorlari qonun bo'yicha mutlaq daxilsiz deb hisoblanadi. Masalan, ayrim hollarda birinchi guruh nogironlariga beriladigan nafaqalarning eng kam miqdori yoki boshqa maxsus ijtimoiy nafaqalar ushlab qolinishdan himoyalangan bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, O'zbekistonda nafaqaxo'rga tirikchilik uchun zarur bo'lgan minimal miqdor qoldirilishi kerak degan qoida mavjud. Ya'ni agar sizning nafaqangiz juda past bo'lsa va undan ehbundi ushlab qolinsa, sizning hayot kechirishingizga yetarli mablag' qolmasa, siz sudga murojaat qilib ushlab qolinadigan miqdorni kamaytirishni so'rashingiz mumkin. Ikki ish: ixtiyoriy va majburiy ushlab qolishlar o'rtasidagi farq. Agar siz nafaqani ortiqcha olganingizni o'zingiz aniqlasangiz va bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bersangiz, ko'pincha siz bilan ixtiyoriy ravishda qaytarish bo'yicha kelishuv tuziladi. Bunday kelishuvda siz har oyda nafaqangizdan kichikroq miqdorda, masalan, 10-20 yil ushlab qolinishni so'rashingiz mumkin. Bu sizga moliyaviy bosimni kamaytirishga yordam beradi. Biroq agar pensiya jamg'armasi ortiqcha to'lovni o'zi aniqlasa va siz kelishuvga rozi bo'lmasangiz yoki murojaat qilmasangiz, ular sudga murojaat qilish huquqiga ega bo'lib, sud qarori bilan sizning nafaqangizdan evaziga baradagacha miqdor majburiy ravishda ushlab qolinishi mumkin. 30. Bir nechta qarzlar mavjud bo'lganda, agar nafaqaxo'r bir vaqtning o'zida bir nechta turdagi qarzga ega bo'lsa, masalan, aliment, kredit va kommunal qarz undiriladigan umumiy miqdor baribir yuqorida aytilgan EXPdagi yoki ETXPdagi chegaradan oshmasligi kerak. Bunday hollarda qarzlar undirish navbati bo'yicha tartibga solinadi. Odatda birinchi navbatda aliment, salomatlikka yetkazilgan zararni qoplash, keyin esa boshqa turdagi qarzlar undiriladi. Masalan, agar Bobur akada aliment qarzi bo'yicha 30% ushlab qolinayotgan bo'lsa va undan tashqari bankdan olgan krediti bo'yicha ham sud qarori chiqqan bo'lsa, ikkala qarz uchun umumiy ushlab qolinadigan miqdor eritimdan oshmasligi kerak. 4. Pensiya jamg'armasi xatosini isbotlash. Agar siz nafaqani ortiqcha olganingizda, pensiya jamg'armasining aybi bor deb hisoblasangiz, sizning huquqlaringiz bor. Misol uchun, pensiya jamg'armasi hisoblashda xatolikka yo'l qo'ygan va bu haqda sizni ogohlantirmagan bo'lsa, sizdan ortiqcha to'langan pulni talab qilish noqonuniy hisoblanadi. Agar siz yomon niyat bilan yolg'on ma'lumot bermagan bo'lsangiz. Bunday holatda siz yozma ariza bilan pensiya jamg'armasining yuqori organlariga yoki sudga murojaat qilishingiz mumkin. Bu jarayonda sizning holatingizni tasdiqlovchi barcha hujjatlar, pensiya kitobchasi, ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar, olingan to'lovlar haqidagi ma'lumotlar muhimdir. 5. Qarzni undirish muddatlari davlat ijrochisi tomonidan qonunchilikda ba'zi turdagi qarzlar uchun undiruv muddatlari belgilangan. Agar belgilangan muddatlar o'tib ketgan bo'lsa, ba'zi qarzlar undirilmasligi mumkin. Bu murakkab yuridik masala bo'lib, har bir holat alohida ko'rib chiqilishini talab qiladi. Shuning uchun agar sizga eski qarzlar bo'yicha undiruv qarori kelsa, bu muddatlarga e'tibor berish muhim. 6. Asos qarzni sotib olish kredit holatida ba'zida banklar o'z mijozlarining qarzlarini kollektorlik agentliklariga sotadi. Bu holda nafaqaxo'rning qarz beruvchisi o'zgaradi, lekin qarzning o'zi yo'qolmaydi. Kollektorlik agentligi ham sudga murojaat qilib, nafaqadan pul undirishga haqli bo'ladi. Shuning uchun qarz beruvchi o'zgarganda ham majburiyatlaringizdan qutulib bo'lmaydi. Kutilmagan xavf omillari, ogohlantirishlarni e'tiborsiz qoldirish. Ko'p nafaqaxo'rlar, ayniqsa keksa yoshdagilar pensiya jamg'armasidan, suddan yoki majburiy ijro byurosidan kelgan rasmiy xatlarni e'tiborsiz qoldiradilar yoki ularning mazmunini tushunmaydilar. Bu esa vaziyatni yanada og'irlashtiradi, chunki ular o'z huquqlarini himoya qilish imkoniyatini boy beradilar. Natijada sud qarori orqali nafaqadan majburiy ushlab qolish boshlanadi. Axborot yetishmasligi. Nafaqaxo'rlar ko'pincha o'zlarining huquq va majburiyatlari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmaydilar. Masalan, ishga kirganlik, oila a'zolari tarkibidagi o'zgarishlar, masalan, o'quvchisini yo'qotganlik, pensiyasini olayotgan farzandning voyaga yetishi yoki o'qishini tugatishi, yashash joyining o'zgarishi kabi ma'lumotlarni o'z vaqtida bildirish kerakligini bilmaydilar. Norasmiy maslahatlarga ishonish.
nafaqaxo'rlar ba'zida qo'ni-qo'shnilar, tanishlar yoki ijtimoiy tarmoqlardagi tasdiqlanmagan manbalardan kelgan maslahatlarga ishonib, rasmiy idoralarga murojaat qilishdan bosh tortadilar. Bu esa ularni noto'g'ri qarorlar qabul qilishga undaydi. Bu nuanslarni bilish sizga nafaqangiz bilan bog'liq vaziyatlarni oldindan ko'ra bilishga va to'g'ri qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz: amaliy maslahatlar. Asterisk. Bu yerda sizning nafaqangiz bilan bog'liq muammolarga duch kelmaslik yoki ularni hal qilish uchun aniq qadamlar, qaysi idoralarga murojaat qilish kerakligi va qanday hujjatlar tayyorlash lozimligi haqida batafsil ma'lumot beraman. Asterisk. Siz nima qilishingiz kerak? Aniq ko'rsatmalar. 1. Pensiya hisob varaqingizni muntazam tekshiring. Asterisk. Nima uchun? Asterisk. Sizning nafaqangizdan pul ushlab qo'linganini odatda hisob varaqingizga kamroq pul tushganini ko'rganingizdagina bilasiz. Muntazam tekshirish bu kabi holatlarni tezroq aniqlashga va muammoga darhol choralar ko'rishga yordam beradi. Asterisk. Qanday tekshirish kerak? Har oyda pensiya bank kartangizga qancha mablag' tushganini tekshiring. Bankomatdan chek olish orqali, mobil bank ilovasi orqali yoki bank kassasiga murojaat qilib, har bir to'lovning miqdorini solishtiring. Agar odatdagidan kamroq mablag' tushgan bo'lsa, bu signaldir. Asterisk. Nimaga e'tibor berish kerak? To'lov miqdoriga, shuningdek to'lovga izoh berilgan bo'lsa, unga ham qarang. Ba'zida banklar ushlab qolish sababini qisqa izohda ko'rsatishi mumkin. 2. Asterisk. O'zgarishlar haqida zudlik bilan xabar bering. Qanday o'zgarishlar? Asterisk. Ishga kirish. Agar siz pensiya olib turib ishga kirgan bo'lsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga zudlik bilan ma'lum qiling. Aks holda ortiqcha to'langan nafaqa qaytarib olinadi. Asterisk. Oilaviy ahvoldagi o'zgarishlar. Agar boquvchisini yo'qotganlik pensiya olayotgan bo'lsangiz va o'qish joyi, turmush qurish yoki boshqa holatlar o'zgarsa, bu haqda xabar bering. Asterisk. Yashash joyining o'zgarishi. Agar siz boshqa viloyat yoki tumanga ko'chib o'tsangiz, yangi joydagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib o'zingizni ro'yxatdan o'tkazishingiz kerak. Asterisk. Nogironlik guruhining o'zgarishi. Agar siz nogironlik pensiyasi olib turib, temir ko'rgidan o'tib, nogironlik guruhingiz o'zgargan bo'lsa, bu haqda ham pensiya jamg'armasiga ma'lum qiling. Asterisk. Qayerga xabar berish kerak? Mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling. Asterisk. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport, pensiya guvohnomasi. O'zgarishni tasdiqlovchi hujjatlar. Masalan, ishga kirganlik haqidagi buyruq nusxasi, ta'minot xulosasi, nikoh guvohnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma. Rasmiy xatlarni aslo e'tiborsiz qoldirmang. Nimalar kelishi mumkin? Asterisk. Sizga pensiya jamg'armasidan, suddan, majburiy ijro byurosidan MIB yoki bankdan rasmiy xatlar kelishi mumkin. Bu xatlarda sizdan ma'lumot talab qilinishi, qarzni to'lash so'ralishi, sudga chaqirilishingiz yoki nafaqadan ushlab qolish haqida ogohlantirish berilishi mumkin. Nima qilish kerak? Har bir xatni diqqat bilan o'qing. Agar uning mazmunini tushunmasangiz, yaqinlaringizdan yordam so'rang yoki huquqshunosga murojaat qiling. Agar javob berish talab etilsa, belgilangan muddatda javob berishga harakat qiling. E'tiborsizlik qimmatga tushishi mumkin. Asterisk. Agar ortiqcha to'lov aniqlansa, pensiya jamg'armasidan birinchi qadam murojaat qiling. Zudlik bilan sizga xabar bergan pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, vaziyatni aniqlashtiring. Asterisk. Ikkinchi qadam. Tushuntirish talab qiling. Nima uchun ortiqcha to'lov yuzaga kelganini, qancha muddat davomida va qaysi qonun hujjatlariga asoslanib sizdan pul talab qilinayotganini yozma shaklda tushuntirishlarini so'rang. Bu tushuntirishda hisob-kitoblar aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Asterisk. Uchinchi qadam. Ixtiyoriy to'lashni taklif qiling. Agar siz rostdan ham ortiqcha pul olganingizni tan olsangiz, unda pensiya jamg'armasi bilan ixtiyoriy ravishda kichikroq oylik summada, masalan, nafaqangizning 10-20 qaytarish bo'yicha yozma kelishuv tuzishga harakat qiling. Bu sizga moliyaviy yordam beradi. Asterisk. 4-qadam. E'tiroz bildiring agar pensiya jamg'armasi noto'g'ri bo'lsa. Asterisk. Agar pensiya jamg'armasining hisob-kitobida xatolik bor deb hisoblasangiz yoki ortiqcha to'lov sizning aybingiz bilan emas, balki jamg'armaning xatosi tufayli yuzaga kelgan bo'lsa, yozma e'tiroz bildiring. E'tirozga barcha dalillaringizni, hujjat nusxalari ilova qiling. Agar mahalliy bo'lim sizning e'tirozingizni qabul qilmasa, yuqori turuvchi organga, pensiya jamg'armasi, viloyat boshqarmasi yoki respublika pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Oxirgi chora sifatida sudga shikoyat qilishingiz mumkin. Asosiy hujjatlar: pasport, pensiya guvohnomasi, pensiya jamg'armasidan kelgan xat
barcha pensiya to'lovlari haqidagi ma'lumotlar, ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar. 5. Agar qarzlar bilan bog'liq ushlab qolishlar bo'lsa, birinchi qadam MIBga murojaat qiling. Agar sizning nafaqangizdan MIB xodimlari tomonidan pul ushlab qolinayotgan bo'lsa, zudlik bilan hududiy majburiy ijro byurosiga borib, ijro ishi bo'yicha barcha ma'lumotlarni oling. Ikkinchi qadam sud qarorini tushuning. Qaysi sud qarori yoki ijro yozuvi asosida pul undirilayotganini aniqlang. Qarorning nusxasini oling. Qarzdorlikda ushlab qolinadigan foiz va boshqa shartlarni bilib oling. Uchinchi qadam qarzdorlikni tekshiring. Agar siz qarzdorlik miqdorini yoki uning mavjudligini inkor qilsangiz, barcha dalillaringizni to'plab sudga murojaat qilib, ijro hujjatini bekor qilishni yoki qarzdorlik miqdorini kamaytirishni so'rashingiz mumkin. Masalan, agar siz qarzdorlikni allaqachon to'lagan bo'lsangiz, to'lov cheklarini taqdim eting. 4-qadam kelishuvga erishing. Ba'zi holatlarda MIB xodimlari bilan yoki kreditor bilan, masalan, bank bilan qarz bo'lib to'lash bo'yicha kelishuvga erishish mumkin. Bu sizning moliyaviy yukingizni kamaytirishi mumkin. Hujjatlar: pasport, pensiya guvohnomasi, MIBdan kelgan xat yoki ogohlantirish, sud qarorining nusxasi, qarzdorlikni tasdiqlovchi yoki inkor etuvchi barcha hujjatlar, to'lov kvitantsiyalari, bankdan ma'lumotnomalar. 6. Barcha hujjatlarni yig'ib oling. Har doim pasportingiz, pensiya guvohnomangiz, ish stajini tasdiqlovchi hujjatlaringiz, nikoh guvohnomangiz, tug'ilish guvohnomangiz, ilk xulosalar, bank hisob varaqlaridan ko'chirmalar, olingan barcha rasmiy xatlar, berilgan arizalarning nusxalari va ularga olingan javoblarni tartib bilan saqlang. Bu hujjatlar sizga har qanday muammoni hal qilishda yordam beradi. Qayerga murojaat qilish kerakligini umumlashtiramiz. Pensiya masalalari bo'yicha mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limi, davlat xizmatlari markazlari, pensiya jamg'armasi, viloyat boshqarmasi, O'zbekiston Respublikasi pensiya jamg'armasi, qarzlar va majburiy undiruvlar bo'yicha. Mahalliy majburiy ijro byurosi MIB, sudlar, fuqarolik ishlari bo'yicha sudlar, prokuratura, advokatlar, huquqiy maslahat markazlari, bepul yuridik yordam ko'rsatuvchi tashkilotlar. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi videoda aytilgan barcha ma'lumotlar siz uchun juda foydali bo'ldi degan umiddaman. Nafaqangizga daxl qilinishi mumkin bo'lgan holatlar haqida bilib oldingiz. Asosiysi e'tiborli bo'lish, o'z huquq va majburiyatlaringizni bilish. Shuningdek, har qanday muammoga o'z vaqtida va to'g'ri javob berish. Esingizda tuting, hech qanday rasmiy xatni e'tiborsiz qoldirmang. Shubha tug'ilganda darhol mutaxassislarga murojaat qiling. Faqatgina shunda siz o'zingizni moliyaviy xavflardan himoya qila olasiz va nafaqangizning har bir tiyinini saqlab qolishingiz mumkin. Bu mavzu bo'yicha o'z fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning kommentariyalaringiz boshqa nafaqaxo'rlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, zero biz sizga doim eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha